oydan beri qidiryapman. Nimani aka? Nima o'qiymanmi? Green Card'ı qachon boshlanadi? Aniq emas, ozgina kech qolyapti Green Card'ı boshlanishi ham sababi Amerikani government nima ya'ni jalb. Oq uyi hozircha vaqtinchalik to'xtatilgan, shutdown bo'lgan. Yana konkursmi birada? Konkurs aka. İkinci konkursumuzni o'tkazamiz. Birinchisi 30 mingta garant beruvdi, 2 kunda yopildi akalar. Endi bu safar 50 mingta garant beramiz, 70 mingta prognoz qilib ikkinchi konkursimizni o'tkazamiz. Sekin-sekin va shunaqa qilib konkurslar sonini ham ko'paytirib, sovg'alarni ham kuchaytirib qo'yamiz-da aka. Biz ham yashaylik onasini, ham sen pul qilaylik, shuncha odam yig'dim, shuncha prosmotr qilyapman. Men ham pul qilay. Yuravermayman-ku sizlarga faqatgina video olib, ustimdan kulib, so'kinib yuraverasizlar. Men nima sizlar mishoyman, faqat so'kish eshitadigan, bu yoqdan hech qanaqa addacha olmaydigan. Addacha ham olay, mayli so'kish eshitsam ham roziman. Pulni qilish kerak akalar. Pulni qilish kerak, soqqani bosish kerak. Onasini hamsin. Hammasi halol, hech kim pulini o'g'irlaganim yo'q. Hech kim aldaganim yo'q, eng muhimi. Hammaga foyda, menga foyda, homiylarga foyda. Giftda qatnashib turgan odamlarga foyda, iPhone yutib olishadi. Nimaga qilmasligim kerak? Qilaman onasini hamsin. Kim nima demasin qilaman. Da e'tibor qilishi, aka, bularga e'tibor qiladigan bo'lsam, Instagramni o'chirib yuborishim kerak, brat, juda ko'p negativ aka. Negativ ham deb bo'lmaydi, yosh bolalar aka. Yosh bolalar. Qachon qaytasiz vatanga? Gift konkurslar yaxshi bo'lib ketsa qaytib boraveraman aka. Amerikani pulini O'zbekistonda topadigan bo'lib aka. Qaytaman. Chichvoribsiz, siz ham ko't bo'lib gif boshlab. Ibrohim aka, nimaga men chichvoribman gif boshlab? Nimaga men ko't bo'lyapman aka gif boshlab? Ha aka, sizga sodiq bo'lib, mana yerda har xil videolar qilib yuraveraymi shunda aka? Sizlarda har xil kommentariylarni o'qib, aka, shunchalik mehnat qilib o'zim hech kimga foyda, hech kim yordam bermagan menga, aka, hech qanaqa giflarga qatnashmaganman o'zim. O'zimning mehnatim bilan odam yig'ib, prosmotrlar yig'ib, shunchalik normalni уровеньga Instagramda ko'tarilib, shundan foydalanadigan bo'lsam, ko'tib bo'lamanmi, aka? Yashamaylik ekanda Biz faqat haqiqat hamda to'g'ri bo'lib sizlarning nazaringizda agar gif qiladigan bo'lsak, ko't ichib oladigan bir ko't olamiz ekanda. Sizda aka, agar mendagi hozirgi holat sizda bo'lganda aka, ishoning, Xbetdan chiqarmasdingiz boshingizni aka. Shunaqa reklamalar keladi, shunaqa pullar va'da qilishadi aka. Olmayman ular. Ishoning, agar men o'rnimda siz bo'lgansiz, ko'ttingizgacha ko'rsatib mana shu soqqa qilib yurgan bo'larsiz. Men bir tiyin pul qilmayman Instagramdan aka. Nimaga qilmasligim kerak? Hamma imkoniyatim bo'lsa jallar. Hammasi qilib yotibdi. Hammasi. Nimaga men qilmasligim kerak? Daxoy pul topaman Amerikada-da. Nimaga bu yoqdan ham topmasligim kerak Instagramdan? Nimaga foydalanmasligim kerak? Naxoy menga unda Instagram? Savol. Menga nima unda kerak Instagram?
Alaykum assalom. Konkurs qachon dedingiz? Ha, yaqin kunlarda boshlaymiz aka. Hozir homiylarni yig'ishni boshlayapmiz. Silka qo'yaman. Silkaga o'tib yozaverasizlar. Ah.